Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Xudo xolasa navbatdagi obyektimiz ham Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek, uyda tom qismini qildik. Xudo xolasa konteyner materiallaridan yana xo'p, mana bu tomonlardan ko'rinishlari. Bu tomimiz bir tomoni konvert holida bo'ldi, ikkinchi tomoni nari tomonda uyga ulanib ketdi. Ko'rib turganlaringizdek, so'rtaylarigacha, uzun toklargacha qilib berdik. Xudo xolasa kimga mana shunaqa svarka sohasida, temir sohasida tomlarini, naveslarini temir sohasida qildirmoqchi bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Mana bu tomonlardan ko'rinishlari, mana ko'rib turibsizlar. Penalarigacha bosib, Xudo xolasa tayyor holatga olib keldi. Tunikasini yopsak, inshaalloh egasiga topshiramiz. Xudo xolasa yog'ochdan ko'ra jindek qimmat tushadi, lekin baquvvat holda bo'ladi. Asnovno mana so'rtoylarni ham konteyner materialdan qilib berdik. 100% Xudo xolasa juda chiroyli holatda bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab Xudo xolasa 12 ta viloyat bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Top-topini qilib, chiroqli qilib egasiga aytiladi. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar, so'rtaylari ham juda chiroyli holatda, gulli holatda bo'ldi. Mana bundan tashqari kottejlar, darvozaxonalari, mini stadionlar, katta zdaniya tomlari Xudo xolasa qilinaveradi. Mana benalarni ham bosib, Xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Mana bu tomonlardan ko'rinishlari so'rtaylarimizni. Xudo xolasa katta, kichkina ob'yom bo'ladigan bo'lsa ham aytaverasizlar. Qo'ldan kelgancha hisob-kitobini qilib, tunikasigacha yopib, iloji boricha bitirib berishlarini kelishamiz. Misol rekani o'rniga o'zimiz reka beramiz, yog'och reka qo'yamiz degan akalarimiz bo'lsa, faqat bu rama qismlarini ham tayyorlab beraveramiz. Mana Xudo xolasa so'rtaylarimiz ham mana ko'rib turibsizlar. Tagiga reshotkasigacha chiroyli qilib berdik. Mana tepa qismlari ko'rinishlari, mana past qismlari ko'rinishlari. Mana Xudo xolasa chiroyli holda bo'ldi. Skameykalarigacha, pastda o'tiradigan skameykalarigacha qilib berdik. Mana kichkina garajchasi Xudo xolasa mana. Ko'rib turibsizlar, bunisi ham konteyner materialdan bo'ldi. Bu ham Xudo xolasa juda chiroyli holatda bo'ldi mana. Ko'rib turibsizlar, Xudo xolasa kimga mana shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Yoqsa like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yasizlar.